Uch toifa odamni Alloh azza va jalla duosini ijobat qiladi, duosini qaytarmaydi. Uchta toifa odam borki, Alloh azza va jalla ularning duosini qaytarmaydi, ijobat qilib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilar, uchta toifa odam borki, ularning duosi ijobat. La shakka fihi. Hattoki duosi ijobatligida shak qilmasin, shubha qilmasin, ijobat dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Birinchisi, ota-onaning duosi. Ota-onaning duosi ijobat, Alloh qaytarmaydi, Alloh ijobat qilib qo'yadi. Ota-onamiz bormi? Ha, qo'rqmang hech narsadan. Ota-onamiz duo qilib turibdimi? Ha, qo'rqmang. Ota-onaning duosi ijobat. Alloh qaytarmaydi ota-onaning duosini. Ikkinchisi, musofir odamning duosi. Musofir odamning duosini ham Alloh azza va jalla qabul qiladi, ijobat qiladi. Musofir aka-ukalar, duoingiz ijobat. Alloh duoni ijobat qiladi, qaytarmaydi. Uchinchisi, mazlumning duosi. Mazlumning duosini ham Alloh azza va jalla ijobat qiladi.